Mana shu barbekyu kompleksini 1 yil oldin qurgandik do'stlar. Mana turishi chopki turibdi. Yangilik qilib tomlarini yopibdilar. Chiroqlar o'rnatib, chiroyli qo'yibdilar. Mana bu yerda mana osh pishiryaptilar. Juda ham chiroyli. Shinam joy bo'lgan. Bu yer 3-etaj. Penthouse bo'lgan bu yer. Mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan do'stlar. Agar xohlasangiz, pastda nomer qo'yamiz. Mana shu nomerga qo'ng'iroq qilib, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Biz joyingizga borib, xarajatini chiqarib beramiz va ma'qul kelsa ishni boshlaymiz do'stlar. Kanalimizga bitta podpiskachani bosib, bitta laykchani shundoq bosib do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlang. Xudo xohlasa nasib bo'lsa, obunachilarimiz uchun ajoyib skidkalar bo'ladi.